Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. Gaz hisoblagichini tekshirtirish, qiyoslash muddati, plombalar, gazoviklar kelganda qanday hujjat talab qilish va eng asosiysi 7500 ming so'mgacha jarimaga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotganlarga, yangi uy olganlarga va eski uyda yashayotganlarga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik oddiy bir hisoblagich tekshiruvi deb e'tiborsiz qaraydi. Lekin keyin katta qarzdorlik, dalolatnoma, sud, ijro va hatto uyga taqib qo'yilish kabi muammolarga duch keladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda, amaliy misollar bilan, gaz xizmati bilan muomala qilganda o'zingizni qanday himoya qilishni tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p odamlar gaz hisoblagichi bor bo'lsa bo'ldi, har oy ko'rsatkichni yozib to'lov qilsam yetadi deb o'ylardi. Gaz xodimlari ham ba'zan kelib ko'rsatkichni yozib ketardi. Ba'zan umuman kelmasdi. Qiyoslash muddati, plomba holati, hisoblagich pasporti, o'rnatilgan sanasi, yechish va qayta o'rnatish dalolatnomasi haqida ko'pchilik bilmasdi. Natijada odam hisoblagichni ishlayapti deb yuradi. Lekin hujjat bo'yicha uning tekshiruv muddati tugagan bo'ladi. Yoki plomba eskirib qolgan, sim uzilgan yoki korpusi shikastlangan, lekin xonadon egasi buni ahamiyatsiz deb biladi. Hozir nima o'zgardi? Hozir gaz bo'yicha nazorat ancha kuchaygan. Elektron baza, abonent hisob raqami, qarzdorlik tarixi, hisoblagich qiyoslash muddati, plombalash dalolatnomalari bitta tizimda ko'rinishi mumkin. Gaz xodimi kelganda faqat ko'rsatkichni yozib ketmaydi. U hisoblagichning muhrini, plombasini, ulanish joylarini, hisoblagichdan oldingi va keyingi turbalarni, ichki tarmoqlarni ham tekshirishi mumkin. Agar biror shubhali holat aniqlansa, dalolatnoma tuziladi. Ana shu dalolatnoma keyin katta pul hisoblanishiga asos bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'rgan eng katta xato shuki, odamlar dalolatnoma nima ekanini tushunmay imzo qo'yib yuboradi. Gaz xodimi bu oddiy tekshiruv qog'ozi desa, odam o'qimasdan imzo chekadi. Keyin esa o'sha qog'ozda plomba buzilgan, hisoblagichga tashqi ta'sir bo'lgan. Noqonuniy foydalanish alomatlari bor degan mazmundagi yozuvlar turgan bo'ladi. Shundan keyin abonentga bir necha million so'm hisoblanadi. 7500 ming so'm jarima yoki qayta hisob-kitob chiqishi odamga shok bo'lib tuyuladi. Lekin hujjatga imzo qo'yilgani uchun uni bekor qilish ancha qiyinlashadi. Birinchi navbatda gaz hisoblagichi sizning uyingizda turgani bilan gaz ta'minoti bo'yicha har bir holat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hisoblagich qachon o'rnatilgan, kim o'rnatgan, qaysi raqamli plomba qo'yilgan, qiyoslash muddati qachon tugaydi, oxirgi ko'rsatkich qancha bo'lgan, bularning hammasi ahamiyatli. Agar sizda hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi bo'lmasa, demak siz zaif holatdasiz. Chunki nizo chiqqanda men bilmasdim degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Masalan, bir xonadonda hisoblagich 2017-yilda o'rnatilgan. Egasi har oy to'lov qilgan, qarzdorligi yo'q. Lekin 2024-yilda gaz xodimlari kelib, hisoblagich qiyoslash muddati o'tganini aytadi. Egasi menga hech kim aytmadi deydi. Bu yerda muammo shundaki, qiyoslash muddati tugaganda hisoblagich ko'rsatkichi ishonchli deb tan olinmasligi mumkin. Agar abonent o'z vaqtida murojaat qilmagan bo'lsa, ba'zi holatlarda gaz sarfi me'yor bo'yicha qayta hisoblanadi. Natijada odam oldin to'lab yurgan bo'lsa ham qo'shimcha hisob paydo bo'ladi. Bu qo'shimcha hisob kichik bo'lishi ham mumkin, juda katta bo'lishi ham mumkin. Xonadonda nechta odam ro'yxatda turgani, isitish turi, gaz plita, kolonka, qozon bor yoki yo'qligi, mavsum va muddat muhim rol o'ynaydi. Yana bir misol. Oila yangi kvartira sotib oldi. Notariusdan o'tdi, kalitni oldi, ko'chib kirdi. Lekin gaz hisob raqamini o'z nomiga o'tkazmadi. Eski egadan hammasi to'langan degan og'zaki gapga ishondi. Oradan 3 oy o'tib gaz xodimlari keladi va eski davrdan qarzdorlik borligini, yana hisoblagich plombasida muammo borligini aytadi. Yangi egasi bu meniki emas. Men endi oldim dedi. Ammo amalda uyni olayotganda kommunal qarzdorlik bo'yicha ma'lumotnoma olmagan bo'lsa, dalolatnoma tuzilganda o'zini himoya qilish qiyinlashadi. Uy sotib olayotganda faqat kadastr va notariusga qarash yetmaydi. Gaz, elektr, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha alohida tekshirish kerak. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda eski uyda yashayotganlar. Chunki eski trubalar, eski hisoblagichlar, ko'p marta ta'mir qilingan ulanish joylari ko'proq savol tug'diradi. Ikkinchi guruh ijarachilar va
uyini ijaraga berganlar. Ijarachi gazdan foydalanadi. Lekin hujjat uy egasi nomida bo'ladi. Agar ijarachi o'z boshimchalik bilan gaz plitani almashtirsa, kolonka ulasa, qozonni o'zgartirsa, plomba yaqinida ish qilsa, javobgarlik oxir-oqibat uy egasiga kelishi mumkin. 3-guruh. Yangi qurilgan uyga ko'chganlar. Yangi uyda ham hamma narsa ideal bo'lmaydi. Hisoblagich o'rnatilgan, lekin abonent bazasida xato raqam kiritilgan bo'lishi mumkin. Plomba raqami dalolatnomada boshqa, hisoblagichda boshqa bo'lishi mumkin. Bu keyin katta muammo tug'diradi. Kimlar vahima qilmasligi kerak. Agar sizda hamma hujjat joyida bo'lsa, hisoblagich qiyoslash muddati o'tmagan bo'lsa, plombalar butun bo'lsa, to'lovlarni muntazam qilib kelayotgan bo'lsangiz va gaz qurilmalarini ruxsatsiz o'zgartirmagan bo'lsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Lekin baribir men sizga kamida yiliga bir marta o'zingiz tekshiruv qilib chiqing deyman. Hisoblagich rasmini oling, plomba raqamini yozib qo'ying. Oxirgi to'lov cheklarini saqlang. Shaxsiy kabinet yoki ilova orqali qarzdorlikni tekshiring. Muammo bo'lmagan paytda tayyor turish. Muammo chiqqanda yugurib yurishdan ancha oson. Men birinchi tavsiyani juda qat'iy aytaman. Eshikni ochdingizmi, avval xodimdan xizmat guvohnomasini so'rang. U qaysi tashkilotdan, familiyasi nima, lavozimi nima? Nima sababdan kelganini aytish kerak. Agar reyd bo'lsa, topshiriq yoki buyruq asosida kelgan bo'lishi kerak. Albatta, har bir holatda hujjatlar shakli boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin oddiy fuqaro sifatida siz kimsiz va nima tekshiruv o'tkazyapsiz deb so'rashga haqlisiz. Bu janjal qilish emas. Bu o'z huquqingizni himoya qilish. Ikkinchi tavsiya, tekshiruv jarayonini telefonga, videoga oling. Men buni doim aytaman. Videoga olishni qo'rqinchli ish deb o'ylamang. Siz men hammasi shaffof bo'lishi uchun yozib olyapman deb aytasiz. Agar xodimlar halol va qonuniy ish qilayotgan bo'lsa, bundan qo'rqmasligi kerak. Video keyinchalik dalil bo'lishi mumkin. Masalan, plomba tekshiruvdan oldin butun bo'lganmi? Kim hisoblagichga qo'l tekkizgan? Kim nima degan? Bularning hammasi muhim. 3-tavsiya, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Bu eng muhim joy. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan gap yozilgan bo'lsa, imzo yoniga albatta o'z izohingizni yozing. Masalan, plomba buzilgan degan xulosaga rozi emasman. Hisoblagichga tashqi ta'sir bo'lganini rad etaman. Tekshiruv vaqtida video tasvirga olindi. Mustaqil ekspertiza talab qilaman deb yozish mumkin. Agar siz hech narsa yozmasdan imzo qo'ysangiz, keyin men rozi emas edim deyish qiyinlashadi. 4-tavsiya. Hisoblagichni yechib ketishsa, albatta yechish dalolatnomasini oling. Unda hisoblagich raqami oxirgi ko'rsatkich, plomba raqami, tashqi holati, kim yechgan, qachon yechgan, nima sababdan yechilgan, qayerga olib ketilayotgani ko'rsatilishi kerak. Hisoblagich laboratoriyaga yoki qiyoslashga ketayotgan bo'lsa, zanjir buzilmasligi kerak. Ya'ni bugun sizning uyingizdan olingan qurilma ertaga boshqa joyda, boshqa holatda ko'rsatilmasligi uchun hujjat aniq bo'lishi shart. Birinchi holat. Toshkent viloyatida bir oila qish bo'yi gaz qozonidan foydalangan. Har oy 3,5 ming so'm atrofida to'lov qilgan. Bahorda tekshiruv kelgan va hisoblagich plombasi joyidan bo'shashganini ko'rgan. Oila biz tegmaganmiz, ehtimol ta'mir vaqtida ustalar urib yuborgandir degan. Lekin dalolatnomada plomba yaxlitligi buzilgan deb yozilgan. Keyin ularga bir necha oy uchun me'yor bo'yicha katta hisob chiqarilgan. Bu yerda asosiy xato nima? Ta'mir qilgan paytda gaz hisoblagichi atrofiga ustalarni nazoratsiz qo'yishgan. Agar plomba bo'shashgani o'sha zahoti gaz xizmatiga yozma bildirganda vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi holat. Bir kishi kvartirasini ijaraga bergan. Ijaraga bergan. Ijarachi oshxonani remont qilgan, gaz plitani boshqa joyga ko'chirgan, shlangni uzaytirgan. Uy egasi bundan bexabar bo'lgan. Tekshiruvda ruxsatsiz o'zgartirish aniqlangan. Ijarachi esa men ertaga chiqib ketaman deb ketgan. Hamma hujjat uy egasi nomida bo'lgani uchun muammo uy egasida qolgan. Shuning uchun men uyini ijaraga beradiganlarga shartnomada alohida band yozishni maslahat beraman. Ijarachi gaz, elektr, suv tarmoqlariga uy egasining yozma roziligisiz aralashmaydi. Qurilma almashtirmaydi. Plomba va hisoblagichga tegmaydi. Har oy hisoblagich ko'rsatkichi rasmga olinadi va uy egasiga yuboriladi. 3-holat. Yangi uy olgan odam eski egadan gaz bo'yicha qarzdorlik yo'q degan gapni eshitgan, lekin rasmiy ma'lumotnoma olmagan. Keyin eski davrdan qolgan qarzdorlik va penga chiqqan. U men bu gazni ishlatmaganman deb e'tiroz bildirgan. Bunday vaziyatda huquqiy bahs bo'lishi mumkin.
Lekin eng to'g'ri yo'l uy sotib olishdan oldin abonent bo'limiga borib, hisob raqami bo'yicha qarzdorlik va hisoblagich holatini tekshirtirish edi. Men doim aytaman, kvartira olayotganda devor, pol remontni ko'rishdan oldin kommunal tarixini ko'ring. Chiroyli remont qarzni yopmaydi. Har bir tekshiruv jarima degani emas. Gaz xodimi kelishi, hisoblagichni ko'rishi, plomba raqamini solishtirishi odatiy nazorat bo'lishi mumkin. Siz vahima qilmasligingiz kerak. Lekin har bir tekshiruv hujjatli jarayon ekanini unutmang. Agar hammasi joyida bo'lsa ham, xodim yozgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirib oling. Hisoblagich raqamida bitta raqam xato yozilsa ham, keyin sizga begona qarzdorlik yopishishi yoki sizning to'lovingiz boshqa hisobga ketishi mumkin. Yana bir nozik masala, gaz hisoblagichi o'zi nosoz bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ko'rsatkich yurmay qoladi. Juda sekin yuradi yoki aksincha g'alati tez yuradi. Ba'zi odamlar ko'rsatkich yurmayapti, zo'r kam to'layman deb xursand bo'ladi. Bu juda xavfli fikr. Chunki keyin nosozlik aniqlansa, siz qasddan foyda ko'rgandek ko'rishingiz mumkin. To'g'ri yo'l darhol gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qilish, murojaat raqamini olish, kelib ko'rishlarini talab qilish. Shunda siz o'zingiz muammoni yashirmaganingizni isbotlay olasiz. Plomba masalasida ham ehtiyot bo'ling. Plomba kichkina sim yoki plastik detal bo'lib ko'rinadi, lekin huquqiy ahamiyati katta. Uni changdan artaman deb tortmang. Hisoblagich atrofida mebel surayotganda urib yubormang. Remont vaqtida bo'yoq yoki gips bilan yopib tashlamang. Agar plomba ko'rinmay qolsa yoki ustiga bo'yoq tegsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Hisoblagich atrofida kamida ochiq joy qoldiring. Ustini shkaf bilan yopmang. Gaz xodimi ko'rishi mumkin bo'lsin. Yana bir muhim jihat og'zakivada hujjat emas. Gaz xodimi mayli keyin to'g'rilaymiz. Hozir imzo qo'ying. Hech narsa bo'lmaydi. Bu faqat formalnos desa ham siz hujjatni o'qing. Agar sizga vaqt bermasa, men o'qib chiqmasdan imzo qo'ymayman deng. Bu sizning huquqingiz. Agar bosim bo'lsa, telefon orqali ishonch raqamiga qo'ng'iroq qiling, mahalla vakili yoki qo'shnini guvoh sifatida chaqiring. Guvoh bor joyda ko'p narsalar aniqroq bo'ladi. Kvartirani yo'qotish masalasi qanday paydo bo'ladi? Odamlar ko'pincha gaz uchun kvartirani olib qo'yishadimi deb so'raydi. Oddiy bitta kichik qarz uchun darhol uy olib qo'yiladi deb vahima qilish noto'g'ri. Lekin katta qarzdorlik, sud qarori, majburiy ijro, mol-mulkka taqiq, hisob raqamlar bloklanishi, uy bilan bitim qilish cheklanishi kabi jarayonlar bo'lishi mumkin. Agar qarz juda kattalashsa va odam umuman e'tibor bermasa, ijro organlari qarzdorning mol-mulkiga nisbatan choralar ko'rishi mumkin. Shuning uchun men bu mavzuni kvartirani yo'qotmaslik deb keskin aytyapman. Muammo boshida kichkina bo'ladi, lekin e'tiborsizlik bilan katta huquqiy xavfga aylanadi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bugunoq gaz hisoblagichingizni rasmga oling. Rasmda hisoblagich raqami, ko'rsatkichi, plomba va umumiy ulanish joylari ko'rinsin. Bu rasmlarni telefonda alohida papkada saqlang. Har oy to'lov qilgan kuni yana rasm oling. Bu oddiy odat keyin katta dalil bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, qiyoslash muddatini aniqlang, hisoblagich pasportini toping. Agar pasport yo'q bo'lsa, hududingizdagi gaz ta'minoti abonent bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Mening abonent hisob raqamim bo'yicha hisoblagich qiyoslash muddati qachon tugaydi? Oxirgi plombalash dalolatnomasi qachon tuzilgan? Plomba raqami bazada qanday turibdi deb so'rang. Iloji bo'lsa javobni yozma yoki elektron shaklda oling. Uchinchi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Faqat ilovadagi umumiy summaga ishonib qolmang. Ba'zan eski davrdagi qayta hisob, penya noto'g'ri o'tkazilgan to'lovlar bo'lishi mumkin. Agar katta farq ko'rsangiz, darhol yozma ariza bering. Arizada abonent hisob raqamim bo'yicha qarzdorlik kelib chiqish asoslarini, davrlar kesimida hisob kitobni va to'lovlarim solishtirma dalolatnomasini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Arizadan nus oling. Qabul qilingan sanasi va raqamini oldiring. 4-qadam. Uy sotib olayotgan bo'lsangiz, gaz bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Sotuvchidan qarz yo'q degan gap emas, rasmiy ma'lumot talab qiling. Hisoblagich ko'rsatkichini oldi-sotdi shartnomasi yoki topshirish qabul qilish dalolatnomasida yozib qo'ying. Masalan, gaz hisoblagich ko'rsatkichi falon raqam, abonent hisob raqami falon. Sotuvchi shu sanagacha bo'lgan qarzdorlik uchun javobgar degan mazmunda band bo'lish foydali. Bu sizni keyingi tortishuvlardan himoya qiladi. 5-qadam, agar dalolatnoma tuzilgan bo'lsa,
sukut saqlamang. Dalolatnoma nusxasini oling. Undagi har bir jumlani o'qing. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda sanani, manzilni, abonent hisob raqamini, dalolatnoma raqamini, nimaga rozi emasligingizni aniq yozing. Mustaqil tekshiruv o'tkazishni, hisoblagichni mening ishtirokimda ko'rikdan o'tkazishni, video va foto dalillarni inobatga olishni so'rayman deb yozing. Muhimi, buni vaqtida qiling. Vaqt o'tib ketgan sari huquqingizni himoya qilish qiyinlashadi. 6-qadam, to'lov cheklarini saqlang. Plastik karta orqali to'lagan bo'lsangiz ham elektron kvittansiyani yuklab oling. Ba'zan tizimda to'lov kech tushadi yoki noto'g'ri hisobga ketadi. Sizda dalil bo'lsa, muammoni tezroq hal qilasiz. Men odamlarga kamida 3 yil kommunal to'lov hujjatlarini saqlashni maslahat beraman. Bu ortiqcha ehtiyotkorlik emas. Bu normal moliyaviy intizom. 7-qadam. Gaz qurilmasini o'zboshimchalik bilan almashtirmang. Plita, kolonka, qozon, isitish tizimi, shlang, turba joyini o'zgartirishda mutaxassis va ruxsat masalasini aniqlang. Usta biladi degan gap yetmaydi. Usta kelib ketadi. Javobgarlik sizda qoladi. Ayniqsa, ko'p qavatli uylarda gaz tarmog'iga noto'g'ri aralashish faqat jarima emas, xavfsizlik uchun ham katta tahdid. Gaz sizib chiqishi portlashga. Yong'inga odamlar hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu masalaga faqat pul nuqtai nazaridan emas, xavfsizlik nuqtai nazaridan ham qarang. Agar sizga 7-500 million so'm yoki shunga o'xshash katta summa hisoblangan bo'lsa, nima qilasiz? Birinchidan, vahima qilib darhol hamma narsani tan olib imzo qo'ymang. Ikkinchidan, hisob kitob asosini so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi norma bo'yicha, qaysi dalolatnoma asosida, qaysi formula bilan hisoblangan. Uchinchidan, o'z to'lovlaringizni, rasmlaringizni, videolaringizni, guvohlaringizni tayyorlang. To'rtinchidan, yozma e'tiroz bering. Beshinchidan, zarur bo'lsa, yuristga murojaat qiling. Katta summa bilan bahslashayotganda har bir kun va har bir hujjat muhim. Men bugun sizga bitta oddiy fikrni yetkazmoqchiman. Gaz hisoblagich kichkina qurilma, lekin uning hujjati plombasi, qiyoslash muddati va dalolatnomasi juda katta ahamiyatga ega. E'tiborsizlik 7.500.000 so'mlik jarimaga, katta qayta hisob-kitobga, sud va ijro muammolariga olib kelishi mumkin. O'zingizni himoya qilish uchun guvohnoma so'rang. Videoga oling, dalolatnomani o'qing, rozi bo'lmasangiz izoh yozing, hujjatlarni saqlang va qiyoslash muddatini oldindan tekshiring. Agar sizda ham gaz xodimlari bilan bog'liq shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qanday dalolatnoma tuzishgan, qancha summa hisoblashgan, muammoni qanday hal qilgansiz? Bu boshqa odamlar uchun ham foydali tajriba bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rgan video kimnidir katta jarimadan va katta muammodan saqlab qolishi mumkin.